hozir ko'rasizlar. Ruslardan bezlab qilyapti ko'pchilikni. Assalomu alaykum. S10 74 73 kod beryapti mashinada. Tormozning sistemasi atkaz qilibdi mashinani, hozir ko'rasizlar. Ruslardan bezlab qilyapti ko'pchilikni. Vozdux ham до конца toplamay qo'yadi. Shu yerdan o'tmay qo'yadi. O'zi vozdux tashlaydi shunda. Shu payt nima qilish kerak? Avariyniga tushib qoldi deyapti. Buni oldi modulyatori может muzlagan yo bironta narsa bo'lgan, mashina avariyniga tushib qolgan. Avariynidan chiqarish uchun mashinani o'chiramiz. Qaytadan zavod ochamiz. Mana shu ochib qo'yiladi. Nazarni bir marta bossangiz, tormozni polniy bosdiydi. Tormozni до конца bosasizlar, oxirigacha. Qaytadan mana pedalni qo'yib yubor deyapti. Pedalni qaytadan qo'yib yuboramiz. Mana уже hamma yo'q. Tormozdan работает нормальный deb chiqdi. Уже sistema joyiga tushdi. Endi o'zi burunga shifkasyonni kolodkaniki. Shifkasi ham ko'paygan mashinada, hamma yo'q. Endi vozdux tekshiramiz ana. Bo'ldi, o'tib ketdi vozdux. O'tib qo'ygan.